Dunyodagi eng ingichka bino haqida eshitganmisiz? Ushbu bino 17 metr uzunasiga bo'lib, balandligi 435 metrga qurilgan. Ushbu binoning tom qismida 700 tonnalik tosh bor. Bu tosh binoning zilzila bardoshligini oldini oladi. Ya'ni zilzila bo'lganda konstruksiya og'nab ketmasligini, ya'ni balansini ushlab turadi. Hamda shamol bo'lganda konstruksiyaning chapga, o'ngga siljimasligini oldini olish uchun ushbu 700 tonnalik tosh muvozanatni saqlab turishini oldini oladi. Ushbu binoning tom qismida oyna umuman yo'q, chunki gidro atrofidan shamol o'tib ketishi uchun va shamolga to'siq bo'lmasligi uchun ochib qo'yishgan va eng baland qavatida odamlar umuman yurishmaydi. Bu bino Nyu-York shahrida joylashgan va ikkita binoning o'rtasida 7 yil mobaynida barpo etishgan. Sizga bunaqa taklif bera olmaymiz albatta, lekin sizga 5 oy mobaynida 8-qavatga yetgan majmuamizdan taklif qila olamiz bemalol. Albatta sizlarga qulay shartlar asosida 60 oyga bo'lib to'lash. Albatta foizlari yo'q. Yanada qiziqroq ma'lumotlar olmoqchi bo'lsangiz albatta obuna bo'ling. Xonadonlarimiz haqida batafsil ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling.